Mening ismim Achilova Matluba. Men Tip texnika MChJ korxonasida ish yurituvchi lavozimida ishlayman. Tip texnika korxonamiz aslida 1969-yilda ochilgan. Yurak qon tomirlari uchun ishlatiladigan stentlar, angiografik operatsiyalar uchun ishlatiladigan sarflovchi vositalarni ishlab chiqarish proyektimiz 2018-yildan boshlangan va o'sha davrdan boshlab yana 7 xil turdagi kateterlarni ishlab chiqarib kelmoqda bizlar. Ham mahalliy, ham xalqaro darajadagi ISO sertifikatlarini olyapmiz. Yevropa mamlakatlariga chiqish uchun CE sertifikatlarini ham olamiz. Mahalliy ishlab chiqaruvchi haqidagi sertifikatlarni ham olganmiz. Demak, bu sertifikatlar bo'yicha mahalliylashtirish darajamiz 45% dan 85% gacha yetadi. Korxonamiz hozirgi davrda bir nechta mamlakatlar bilan hamkorlik muzokaralarini olib boryapti. Bular sirasiga Bangladesh, Pokiston, Afg'oniston kabi mamlakatlar bilan muzokaralar olib borilmoqda. Hozirgi davrda Rossiyani o'ziga eksport jarayoni boshlangan. Korxonamizda 50 ta ishchi ishlab kelmoqda. Albatta biz bu qadamda to'xtamoqchi emasmiz. Hozirgi yana yangi loyihalarimiz mavjud. Bu yangi loyihalarimiz bo'yicha hozirda ishlab chiqarayotgan tibbiy mahsulotlarimizni 40 tagacha turga yetkazish imkoniyatini ko'zlayapmiz. Oshqozon, ichak yo'li uchun kerak bo'ladigan stentlar, miya uchun kerak bo'ladigan stentlar kabi mahsulotlarni ham qo'shmoqchimiz. Respublikamizning 35 yilligi munosabati bilan Tip texnika jamoasi nomidan hammani tabriklayman.